endi chet elga borib ishlab yurishni umuman kerak yo'q. Akalar endi oilaviy, yoshroq o'g'lingiz bo'lsa, yo birorta jiyaningiz bo'lsa, mana shu ko'rib turgan mahsulotni bemalol olib kuniga $50 yoki $100 bemalol hisob daromad qilsangiz bo'ladi. Bu ko'rib turgan qopdagi mahsulotimiz nima deydigan bo'lsalaring, videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring sizlarga to'liq ma'lumotni beramiz. Endi chet elga borib ishlab, boshqa o'risda yo bo'lmasam karsda ishini qilishlaring shart emas. Ozgina mehnat qilasizlar. O'zimizda mehnat, oilangiz oldida mehnat qilib, kuniga o'sha aytganimizdek $50 dan $100 gacha bemalol daromad qilsalar bo'ladi. Bu qanaqa ish desalaring, hammamizga mashhur o'sha Rim kolonnasi bo'ladi. Hozir biz Samarqandga aka bilan ham oldiga kelganmiz. O'zbekiston bo'yicha eng optim birinchi qo'l tarqatadigan akamiz bo'ladilar. Ko'rib turganlaringdek, hozir uylaringda juda katta ob'yomda bor. Hozir sizlarga bu biznesni qanaqa qilib o'zi boshlasa bo'ladi, necha pul bilan boshlasa bo'ladiki, qat-qatlarda nima ish bilan qilib shu pullarni topsa bo'ladigan ma'lumotlarga qisqacha tushuntirib berib o'tamiz. Assalomu alaykum aka. Charchamasdan, sog'lig'ingiz yaxshimi? Suymisiz aka? Hozir ko'pchilik borib chet elda, Rossiyada, Koreyada ag'dab ishlaydi. O'sha o'risga borsang beton qo'yadi, yo'qsa stroykada ishlaydi, qanaqadir xizmat ko'rsatish bo'ladi. Hozir akamiz aytayaptilar, mashhur bo'lib turgan Rim kolonnasi 1 metrni 500 mingdan, kerak bo'lsa 700 mingdan ham quyishar ekanda. Mana shu Rim kolonnasini bitta xolasingiz arendaga olasiz, olib turib, o'sha jicha qora mehnat ketadi. Endi iloji yo'q, pul topish kerak ekandan keyin mehnat qilish kerak. Olib turib, bemalol xizmat bo'ylab, nima deydi? Bitta internetga qo'yasizlar, qo'ni qo'shnilaring bo'ladi. U bu qilib ishni boshlab olganlaringdan keyin klient o'zi avtomatik kelaveradi. Agar klientlaring yo'q bo'lsa, akamizga aytsalaring, akamizga juda katta ob'yomda qilganlar uchun klientlar juda serob ekan. Ya'ni ish boshlasalar, klientlarni ham topib berish xizmatlari ham bor ekan. Aka, endi birma-bir $500, $1000 puli bo'lsa, qaysi biridan boshlab, nima qilib boshlasa bo'ladi? O'shani bitta tushuntirib bersangiz. Rim kolonna qoplari biz bu soha bo'yicha 2 yildan beri shug'ullanamiz. O'zimiz quyib berish bilan shug'ullanamiz. Va bundan tashqari rim ustun qoliplari biznes qilish uchun, biznes qiladiganlar uchun, arendatorlar uchun ta'minlab beramiz. Bizda hozir bu yerdagi razmerlarimiz 25 lik diametrdan boshlab kolonnalarimiz to 50 lik diametrgacha ustun qoliplarimiz bor. Va ularning balandligi 4 metr bo'ladi. Birinchi sort qalindan bo'ladi. Yaxshi sifatligisidan qilib beramiz. Yo'q, bizga birinchi sort, sal budjetni, ya'ni arzonroq variantni qilib beringlar desa agar, biz arzonroq variantini ham qilib beramiz. Hozir narxga kelsa agar, bitta qolibimiz $500 dan boshlanadi. 25ligimiz $500. 25ligi 500. 30ligimiz 600, 35ligimiz 700. Narxi shunga qarab o'zgarib ketaveradi. Diametriga qarab, xuddi shunday. Va bundan tashqari yuqalarimiz, ikkinchi sort, uchinchi sortlarimiz $350 dan boshlanadi ular. Qoliplar bittasi. Narxi yana unga ham $350, $400, $450 o'zgarib ketaveradi. Buni ham har xili bor. Va bundan tashqari quyib berish xizmatimiz ham bor. U yana kimga? Bizdan qolib olganlarga zakaz beramiz. O'zlari borib quyib kelishadi. Ya'ni klientskiy baza bor. Klientskiy baza bor. Undan xavotir olishmasa bo'ladi. Chunki o'zimiz ancha yildan beri ishlaymiz. Klientlarni ta'minlab bera olamiz va bundan tashqari qoliplarni kelib ko'rib olib ketishlari ham mumkin, sifatini taqqoslab. Va bundan tashqari o'zimiz dastavka qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Dastavkalar ichida bo'ladi. Xuddi shunday. Shu pulni ichida bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida va bundan tashqari SNG bo'ylab dastavkalarimiz bor, lekin ular pullik, Tojikiston, Qirg'iziston. Kargo xizmati bo'ladi, adashmasam. Yo'q, kargo bo'lmaydi, o'zimiz yo'li bor. O'zi yo'li bor. Demak, to'liqroq ma'lumot berasiz aloqaga chiqishdan bo'lsa. Uchun hozir mana o'zlarining uylariga kelganmiz, bu yerda ko'rib turgan bo'lsalaring, xuddi shu Rim kolonnan ustida mana shunaqa ustunlar yasashgan. Xo'p, bu mana oldin masalan har xil turbalarda, yog'ochlarda yoniga qo'yib, yo'qsa qo'l mehnatida bir hafta 10 kunlab mana shunday figura chiqarishardi. Endi xuddi shu figuralarni o'zlaring sotib olib, shu xizmatni o'zlaring xizmat ko'rsatsalar ham bo'ladi. Ya'ni qolipini olib, mana shu ko'rib turgan bo'lsalar, mana uylarni ham hozir endi hamma zamonaviylashib ketdi. Shunaqa Yevro remontdagi mana shunaqa Rim kolonna ustunidagi mana shunday ustunlar hozir modaga kiryapti. Buni oladigan bo'lsangiz, o'sha 2 kishi, 3 kishi bo'lib, aka kuniga adashmasam endi 5 kolon nech puldan dedingiz aka? 5 metrgacha berish xizmatidan boshlasak, narxi 200, 250 ming, 300 minggacha. Samarqandda 180-170 mingdan boshlab to 250 minggacha standart razmerlari. Standart razmer, o'rtacha razmer qaysi u? 25-30-35. Masalan, Toshkentda 250 mingdan boshlab to 500 minggacha ham bor. 1 metr quyib berish xizmati. U endi standart razmeriga qarab standart razmerlari shunaqa bo'ladi. Vodiyda ham shunaqa 200, 250, 300 minggacha 1 metr quyib berish xizmati. Masalan, ikkita olishsa 225 likdan olsa $1000 ga qolimiz 4 metrdan obyektlar 4 metr atrofida chiqadi, 3,5-4 metr atrofida chiqadi. Kuniga 8 metr ikkita kolonna quysa agar 1 million 600 minimumini aytyapman. 600.
xarajati bor uni, ustalarga beradi, ishchilarga, yo'l kirasi bor. Shu kuniga 1 million, 1 million 200, 100 dollargacha qoladi. Boring 1 million deng aka, 600 ming bo'lsa, rasxodiga 1 million shuni olib qo'yib bemalol o'sha mana hozir ko'rib turgan mana to'rtburchak fason deysizlar. Bu fasonlarning xili juda ko'p bo'ladi. O'sha o'zlarining kataloglari bor, tashlab berishadi. O'zlari tanlab, menga monisidan kerak, monisidan kerak, yo'q bo'lsa o'zlari ham maslahat beradilar. Hozir qaysi biri ko'proq xadovoy ketyapti. Endi bu Rim kolonnasidan tashqari, bundan tashqari yana bularimiz ham bor, aka. Bular pastki ustunlarmi bular? Rim kolon ustunlarining tumbichkalari. Tumbichkalari. Ha, oyoqlari. Boshlanadi bular. Bular 200 dollardan boshlab to 300 dollargacha, 280, 220 shunaqa. 200, 250, 280, 300 shunaqa ketaveradi. Diametriga, fasoniga qarab. Fasoniga qarab. Fason bor. Kelib ko'rib, tanlab ketishsin. Xudo xolasa sho'roq qilib beramiz. Endi ko'proq optimchilar ana ular uchun normal olaman deganlarga, arendatorlar uchun Объемga olaman. Kelaman deganlarga bonuslariga ham qilib beramiz. Bonuslari ham bo'ladi har xil o'zini. Va bundan tashqari balasini beringlar. Bular metrlab qo'yadigan metri 300-350, 400 dollargacha 1 metri qolibi va quyib berish xizmati 450, 500 dollar, 500 ming, 600 minggacha 1 metr quyib berish xizmati. 1 metr. Ya'ni hozir mana bu yerda ko'rib turganimiz 1 metr, aka hozir. Shu masalan 300 dollar tursa, shuni quyib berish xizmati 500 ming so'm. O'rtacha endi minimum 450. 400 ming, 450. Lekin 400 ga ham qo'yishmaydi. 450, 500 gacha qo'yishadi. 400 desak ham 10 metr qo'ysa уже 4 million bor. Уже 10 metrda уже pulini chiqarib olishadi. Просто mehnat qiladigan odam kerak. Ozgina qora mehnat qiladi. Endi iloji qora mehnat deganda Rossiyaning qora mehnati emas, o'zimizni taqqoslaganda bemalol yarim kunda menimcha quyib qo'y. Bitta, seriosini tayyorlab olib, serios tayyorlasa 10 minutda quyadi. 10 minutda quyib qo'yadi, quriydi xolos-ki. Yechib berish ham juda oson, aka. Adashmasam, mana qora narsalari bo'ladi, o'zini tillari. Shuni endi yechsa bo'ladi. Bularni ishlatsa bo'ladi, xudo xolasa. Ya'ni aka, bu narsani sotib olsa, siz bunga qana o'rnatib, qana yechishlarigacha o'rgatib qo'yasiz, to'g'rimi? Qanday yechish, klientni qanday olish va qanday qilib klient bilan ishlash, ustalar bilan ishlash va qoliplarni ta'minlash, klientlarni ham ta'minlab beramiz. Undan tashqari yakkalilari ham bor, aka. Yakkalilari ham 70, 80, 85, 90 dollargacha har xil bularni ham fasoni bor. Bularni uyda quyib, keyin olib borib ustanov kelishadi. Buni alohida, bunisi. Bular alohida. Bular ham hamma narsa o'zimizdan bo'ladi. Metri 700, 800, 900, 1 milliongacha 1 metri quyib berish xizmati. Quyib berish xizmati salgina qiyinroq bunga nisbatan. Shuning uchun bu narx qimmat va hamma narsa o'zimizdan bo'ladi. Qo'yil. Endi hozir video shu joyicha ko'rgan bo'lsangiz, nimaga bu aka Obur akamiz shu narsani sotib, o'zi shu ishni qilmaydi desangiz, o'zi bu aka u ishni ham qiladi, xizmat ko'rsatishdi. Bundan tashqari akada ob'yom juda kattaligini hisobiga aka ko'proq mana shu bitta manbas, qolganlar ham foydalanib, shunaqa yangilik butun O'zbekiston bo'yicha tarqalsin degan maqsadda juda katta ob'yomni olib kelganlar, o'shaning uchun qolganlarga bitta o'zlari ulgurmaylar, masalan, Samarqandda o'ziga ham ulgurmaylar. O'shaning uchun qolganlar ham shundan foydalansin deb o'zimizni vodiylik odamlarga ham berganlari bor ekan, juda ko'pchilik ekan. Ular ham borib o'zimizda hozir bu yangilikni olib kelib ishlatishyapti ekan. Sizda ham zo'r imkoniyat, pastda nomerlari bor. Aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, qanaqadir to'liqroq ma'lumot bermagan bo'lsangiz, akamizdan telefon qilib, ma'lumot olsalar, bundan ham to'liqroq ma'lumot olsalaring bo'ladi. Kelib o'zlarining ko'rib, qo'llaring bilan ushlab ko'rib, bemalol o'rganib ketsalaring ham bo'laveradi. Ham yaxshi hunar, ham yaxshi daromadli biznes bo'ladi. Akamizning pastda nomerlari bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aka Obur aka, sizga ham katta rahmat. Aka, sog' ishlarga omad. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.